Toshkentga ketyapmiz taksida. Yonimda o'tirgan akaga shofir savol beryapti. Aka, nechta farzandingiz bor? Desa boyagi akam 5 ta qizim, 1 ta o'g'lim bor dedi. Shofir shunda kulib, "Oho, qizni nimaga buncha ko'paytirgansiz?" deganda, aka bir hayotida bo'lgan voqeani aytib beryapti-da. 4 ta qizim bor dedi. Ayolim 5-chisiga homilador bo'lib qoldi dedi. Endi Xudodan so'rab turibmiz, "Ey Allohim, o'g'il ber deb dedi. Allohdan so'rab turibmiz" dedi. Ayolim dedi, doktorga ketdi-da, tekshirtirib keldi dedi. Tekshirtirib keldi dedi, "Nasr yo'q. Nima bo'ldi desam, qiz ekan" deb aytdi dedi. Jahl ustida oldirasan. Kerak emas qiz bo'lsa, o'g'il bo'lsa tug'asan, qiz bo'lsa kerak emas. Men ham el xalqida ovqatini yuribman, to'yda yuribman, hashamida yuribman. Men ham o'g'lim bo'lishini xohlayman. Elga to'y berishni xohlayman deb dedi, oldirasan dedimda, jahl bilan ko'chaga chiqib ketdim dedi. Ko'chada aylandim. Salgina o'zimga keldim. Akamdan maslahat so'rash uchun akam uyiga bormoqchi bo'ldim dedi. Akam uyiga boraman deb dedi, bozorlik qildim dedi. 2 lacha olma ham oldim dedi. Qo'shib dedi, 2 lacha olma oldimda bordim dedi. Aka, eshik taqillatdim, akam ochdi dedi. Qo'limdan bozorliklar berdim. 5 yashar qizchasiga dedi, qo'limdagi dedi, olmani berdim.